Assalomu alaykum, hurmatli ishqibozlar, o'yin ishqibozlari, biz obunachilarimiz. Yana mana bugun juda ham zo'r bitta o'yin bo'lib o'tadi. Agar biz bilan qolsanglar, oxirida birga g'alabani nishonlaymiz. Bu juda ham ajoyib, haqiqiy o'yindagi ozgina askarlar, mana ozgina bittalab yig'iladigan askarlar bilan 12 minut ichida biz g'alaba qozondik. O'yinni boshlanishidan beri biz biror marta ham haqiqiy bu o'yinda g'alaba qozonmayotgan edik. Mana biz bugun g'alaba qozondik. Shu narsani birgalikda nishonlab ko'rsatib o'tamiz. Mana bo'lmasam biz boshladik. Keyingi dasturlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'ysangiz, biz juda ham xursand bo'lamiz. Mana sekin-asta konchilarimiz qazigan konlarga askarlarimizni sotib olyapmiz. Mana shular yig'ilib sekin-asta to'planishni boshlayapti. Strategiya deganda o'sha bir o'ylab ko'rib, rejalik yurish qilish kerak. Kerak paytda taslim bo'lib orqaga qaytish degan narsalarni bu yerda juda ham puxta o'ylab chiqilgan narsa ekan. Agar ozgina chalg'isangiz, oldinga aytganimdek, mana yutqazish oson ekan. Mana biz birpasda dushman hujumiga o'tishni boshlagan zahoti biz ham ozgina oldinga yurish qilishimiz kerak. Sababi mana minerlarimizni, kon qazuvchilarimizni himoya qilish uchun ular birinchi o'rinda kelar ekanda bizni konchilarimizga hujum qilar ekan. Natijada kon qazish to'xtab qolishi mumkin ekan. Mana biz hozir kutib turibmiz. Kutib o'tiribmiz. Ozgina mana birinchi hujum bartaraf qilindi. Endi ikkinchi hujumni kutganimiz bilan birgalikda mana askarlarni yig'ishni boshlaymiz. Askarlar yig'ilishni boshlayapti sekin-asta. Mana ozgina bo'lsa ham ko'payib qoldi. Mana bir qator to'qmoqdagilar orqada kamonchilarimiz to'planib qolishdi. Kutamiz, agar dushman hujumiga o'tgan zahoti biz ham oldinga qarab siljishimiz kerak ekan, ularga qarshi kurash. Davom etamiz. Nima bo'lyapti? Biz yana qaytadan askarlarni yig'ishdi. Hujumga kelishib biz ham ozgina oldiga chilishimiz kerak. Mana bular juda ham hujumda biz askarlarimiz deyarli 3dan ikkitasi bitta bularda askari, biz ikkita askarimizga to'g'ri keladigan bo'laverar ekan. Bularda askarlari kuchli ekan, shuni hisobga olishimiz kerak. Mana biz chekindik. Bo'lmasam hozir mana minerlarimiz ayrilib qolishimiz mumkin edi. Askarlarimiz hammasini ham mana hozir yana qaytib bitta ular kelyapti. Endi biz askarlarimiz chiqish kerak. Mana chiqishdi. Qolgan askarlarimiz minerlarimiz bilan birgalikda chiqib, yana minerlar o'zini ishini davom ettiradi. Askarlarimiz ham ularni qo'riqlab turadi. Endi qani hozir sanab ko'ramiz. 1 2 3 4 5 6 7 ta minerimiz bor ekan. Shu ham yaxshi. Bitta agar miner qo'shib qo'ysak 8 ta bo'ladi-da. Bizni kon qazishimiz tezlashadi. Endi yana kutamiz, askarlarni to'playmiz hamda kutishda davom etamiz. Bular ham mana bitta chiqib, yo bular hujumga o'tishyaptimi? Nima qilishdi? Hujumga o'tishyaptimi ekan bular? Demak, hujumga kelishni boshlashibdi. Hujumga o'tishmoqchi edi, biz ham yurish qildik. Ular qochib ketishyapti.
Menimcha biz ham orqaga qaytishimiz kerak. Sababi ozgina kamonchilarimiz, askarlarimiz ozgina, shuning uchun biz orqaga qaytishga majburmiz. Demak, yana hujumga kelishyapti deb o'ylabmiz. Ular shunchaki 4 ta askar himoyaga chiqayotgan ekan. O'zini konchilar himoya qilish uchun. Mana biz yana biz askarlarni yig'ishda ham davom etyapmiz. Kutamiz. Davom etamiz, ozgina kutib turamiz. Bu hamma hujumga o'tgan zahoti dushman biz ham oldinga yurish qilib ozgina oldinga yurishimiz kerak ekan. Mana biz aytdimku, mana 8 ta minerdan ortiqcha miner chaqirib qo'ysak, bu dushman tarafga o'tib ketar ekan. Mana o'tib ketgan zahoti mana bular uni dushman bir pasda qirib tashlayapti. Shuning uchun 8 tadan orttirmasligimiz kerak ekan. Sabab biz tarafda 4 dona o'sha qon qaziydigan joy bor xolos. Dushman tarafga hali o'tishga haqqi yo'qdir bular hozircha. Shuning uchun 8 tadan ortib ketmasligi kerak. Menimcha meniki 9 ta bo'lib ketdi, shuning uchun bu tarafga o'tib ketib qolishdi. Nima ham deymiz, endi urush qurboni bo'lmaydi. Qurbonlar ham bo'lib turadi. Yana biz askarlar yig'ishda davom etyapmiz. Mana bularda askarlar ham ko'payib qolishdi. Terilib, tizilib turishibdi. Jangga shay holatda biz ham. Mana bizgilar ham ko'payib ketibdi. Mana bizgilar ham jangga shay holatda. Aksariyat jangchilarimiz kamonchilardan iborat. Eng kuchli bo'lgan kamonchilarimizdan iborat bo'lib turibdi hozir bular. Yaxshi. Lekin bularda qilichi bor odamlar, qilichbozlari ham biz kamonchilardan nimagadir kuchli ekan. Mayli, mana bular hujumga o'tishni boshladi. Biz ham ozgina yurish qilishimiz kerak. Ozgina yurish qildik mana. Ular yurish qildik. Endi hozir nima qilyapti? Yana askar to'plashda davom etyapmiz ekan. Menimcha hozir hujumga o'tsak ham bo'lardi. Lekin ozgina yana boshqatdan askar to'planishini kutishga nima deydi, kutishmoqchi bo'libmiz. Mayli, buni ham ozgina kutib turamiz. O'ziga ishonch bo'lishi uchun kutishimiz kerak ekan. Mana bitta bo'lib yana askarlarimiz to'planishni boshlayapti. Bu yaxshi, albatta. Bu yaxshi. Mana bizgilarni ko'rib turibsizlar. Qo'shnidan ko'ra ko'p, sababi kuchli desa ham bo'ladi. Bular aksariyati mana kamonchilar, to'qmoqchilar emas. Dushman tarafdan hushyor qarab turish kerak. Ular hujumni boshlagan zahoti biz ham oldinga yurish qilishimiz kerak. Sababi minerlarimizni himoya qilish maqsadida, haykalimizni himoya qilish uchun. Ozgina sukunat.
jimlik. Kuzatamiz, qo'shinni kuzatib turamiz. Dushman qo'shinini kuzatishda davom etamiz. Mana biz yangi yutuq bilan sizni yangi yutug'ingiz bo'ldi deyapti. Bu degani sizda yetarlicha askar to'plandi. Oldin ozgina yurish qilishingiz kerak. Keyin askarlar qo'shilishni boshlaydi degani ekan. Mana shu o'yinda mana shu qismida, keyingi qismlarda boshqa narsa bo'ladi. Hozir aynan mana shu qismida mana hech narsa bergani yo'q. Bular yurishni boshladi, bular yurishni обязательно boshlashimiz kerak. Mana yurishni boshladik. Mana endi bemalol yana askarlarni chaqirishni boshlasak bo'ladi. Qo'shishni boshlasak bo'lar ekan. Biz qo'shish asnosida mana qo'shinga yurish qilib, hozir haykallarni yiqitib tashlaymiz. Haykallarni yiqitishni boshlaymiz. Mana haykalga hujum boshlandi. Haykalga hujum boshlandi. Ular ham qo'shin chaqirishdi deyishyapti, lekin menimcha endi foydasi yo'q. Birinchi navbatda mana bu askarlarni yo'q qilish kerak, keyin esa hujumga haykalga o'tish kerak ekan. Deyarli bular qolmadi. Haykalga hujumga o'tsa bo'ladi. Mana haykalimiz voy, hozir g'alaba. Birinchi g'alaba. Menimcha o'yinimiz oxirlab qoldi. Obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Voy. Haqiqiy o'yinda mana 12 minutda